Yaxshimisizlar, hurmatli o'rtoqlar, pidaras dushmanlar. Mavzuni mana bu videodan boshlaymiz. Qirg'izistonda sodir bo'lgan voqea maytabda. Так, вот девушки-красавицы 9 Б. Решили под конец вообще. Плевать они хотели на меня, родители. То, что сказано, что во время уроков должна быть школьная форма. Вот, пожалуйста, как красиво, да? Смотреть противно. Извините, конечно. Вот. Как вы относитесь, так и я. Bu yosh qizlar o'zini xohishi bilan hijobni o'ramaydi. Bularni o'sha gandon ota-onasi majburlaydi hijobni o'rashga. Keyin bo'lsa, agar bittasi so'rasa, "Ne hijobni o'rading?" desa, "Bu meni xohishim" degan deb qo'rqitadi qizlarni, bilasan? Uradi kerak bo'lsa bu gandonni, chishmo'ladi. Ana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, Qirg'izistonda ham hijobni boplayapti. Bir marta sizlarga lezginkani ko'rsatdim. Dog'istonda lezginkasi raqs tushayotgan. Dog'istonliklar, короче, raqs tushyapti. Bitta ham xotinda, bitta ham yosh qizda hijob yo'q boshida. O'sha Dog'istonda hijobni yechib tashlashdi. O'zbekistonda haligacha arab qullik ketyapti. Endi bugungi mavzu bo'ladi. Mana buni ko'ringlar. Ana O'zbekistonda kattakon quruqchilik boshlanyapti. Afg'onistonda ham quruqchilik, Ironda ham quruqchilik. Suv yo'q. Allohingga ming marta o'g'illar, suv bo'lmaydi gandon. Suvsiz o'lasan sen yaqinda, qurib ketibsan pidaraslar. Ajab bo'linglar pidaraslar. Eng boshida mana shu hali aytolmay 100 marta aytganman, hozir ham aytaman. Eng boshida mana shu mustaqillik olinganda yevropeyskiy hayot olib ketish kerak edi. Yevropani hayotini olib ketish kerak edi. O'shanda olimlar ham bo'lardi, injenerlar ham bo'lardi. Sani Allohingga skiy sasigan jamiyatingda hech qanaqa injenerlar ham bo'lmaydi. Uvlab yotasalar, osmonga qarab uvlab yotasalar, Allohim, ilohim, pidaraslar. Allohingga skiy chimoy buni. Короче, bu Yo'lchiboy Farg'onadan chiqqan, Toshkentga qochgan. Chunki o'sha o'zlari, men 100 marta aytganman-ku, bularni o'zlari qilgan o'sha islomiy shariatida o'zlari yasholmaydi. Keyin qochadi, kim xatga, kim Toshkentga, kim Rossiyaga, kim Qozog'istonga, kim ham G'arbga, agar vizasini olsa, tushunasizmi? Bu gandondan qochgan. Hozir bu o'zining Farg'onasida yashamaydi bu kodbi. Bu Toshkentda yashayapti bu gandon, tushunasizmi? Bu meni ustimdan, короче, jalba qilyapti-da, mana bizani Muhammad o'zani haqorat qilyapti, bizning dinimizni haqorat qilyapti. Haqorat qilganman, haqorat qilaman ham bildingmi? Chunki san gandonlar haddingizdan oshib ketdilar, san gandonlar. Sanlarga hammasi majbur-da. O'tkazib qo'yganing bor, san islomchilar bilasanmi? Sen o'tkazib qo'yganing bor. O'zicha ozgina inshaalloh mashalloh desang, bo'ldi, xo'jayin bo'lib ketasan-da, pizdet. Namoz o'qisang, super direktor bo'lib ketasan-da. Hammasi senga majbur. Gandon, men senga majbur emasman. Men o'ylagan narsamni gapiraman, gandon. Bunga chora bormi? Yo'q, menga chora yo'q, kod. Chunki men Yevropani o'zbegiman, bilasanmi shuni, gandon? Ya Allohingga siysan mirasni biladi. Pidarras bir. Nima olib keldi o'sha islom din? Men endi gapirib chiqaman. Nima olib keldi? Qarang. Ishsizlik olib keldi o'sha islom din. Buni ming marta isbotlaganman. Ishsizlik olib keldi. Keyin bo'lsa mana odamzod aholisi, O'zbekistonning aholisi ko'payib ketyapti kundan kunga. Tupoy xotinlar tug'ib yuborishyapti. Olloh berdi deb. Qo'ysin, Olloh berdi, tug'ding-a. Endi san gandonlar o'sha bolalaringlarni boqa olmay kimni ayblayapsizlar? Anu Shavkat Miromonovich prezidentni ayblayapsizlar. To'g'rimi? O'shanga nima deydi bu Yo'lchiboy? Aytadiki, mana o'zicha, короче, davlatni yonini olib, shu gaplarning orasida dinimizni ham haqorat qilib tashyapti. Gandon, diningga qo'ttog'im. Sani dining buzvordi. Meni tug'ilgan mamlakatimmi? Sani sassu o'sha arabskiy dining buzvordi. Chiritvordi. Chimoy yo'q buni. Men hech qachon jim turmayman bunga. 1 gram jim turmayman. Kot. Men yaqin Allohingga Yo'lchiboy. Men jim turmayman bunga, bildingmi sen? Gandon, mana ishsizlik ko'payib ketgan O'zbekistonda. Nimaga? Chunki odamlar aholisi ko'payib ketyapti. Tupoy xotinni tug'ib yuboryapti borgan sari. Mana shunaqa nazoratsiz bolalarni tug'ish nima bo'ladi? Go'daklarni tug'ish nazoratsiz nimaga olib keladi? Kattakon ishsizlikka olib keladi. Keyin bo'lsa ishni qadri tushib ketadi. Bir tiyinga ishlaysan, bitta stakon suvga ishlaysan. Keyin bo'lsa mana yaqinda hozir bizdomnilar ham ko'payadi. Bizdomni degani o'ysizlik ko'payadi. O'zbekistonda 100% ko'payadi o'ysizlik. Mayli, masalan, G'arbda o'ysizlik bor, lekin bu yerda rosa yordam beradi o'ysizlikka, bilasan? Ovqatini mana shu uxlab turgan joyigacha olib kelib berishadi ovqatlarni. Bilasizlarmi? Shunaqa organizatsiyalar bor. San gandonlar o'ysizlik bo'lib, yaqinda ochlikdan o'lasan, ajab bo'lsa san pidarasdagi. Chunki 2019-yildan beri gapirib kelmaysan gandonligi. To'xtat bu islomiy o'yinni. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Mana endi yeding san gandonlar, endi sayrayapsan. Alam qilgandan pidaras. Sanga prezident aybdor, Shavkat Miromonovich aybdor, Karimov aybdor sanga. Faqat san emas. Sen oppoq qo'ysan-da, sen pizdez, sen вообще san gandonlarning aybing yo'q. Sancha u vodiynichi yo'q qilish kerak konslagerda. Bolalaringdan biriga yo'q qilish kerak sanga. Chuba Musayev gapimni eshitasanmi? Pidir biladi.
Sani bolalaringdan birga yo'q qilish kerak, o'sha butun vodiyni yo'q qilish kerak. San gnidalanadi. Bildingmi? Eng ko'p bola tug'ilish sanada bo'lyapti. Eng ko'p bola tug'ilish o'sha vodiyda bo'lyapti, gandon. Keyin bo'lsa boqolmayapsan san pidaraslar. O'zingni tashvishingni boshqalarga osmoqchisan. O'zingni problemangni boshqalarning yelkasiga osmoqchisan san tvarlab. Men necha marta kommentariyalarda o'qiyman, boshqa videolarda, keyin boshqa blogerlar ham gapiradi. Mana bizga maytapli yetishmaydi. Pidarras, Allohingizki, namozingizki, Muhammedingizki, sen aytasanki, bola tug'ganda sen aytasan, Alloh berdi, o'shancha tug'amiz. Maytapni Alloh bermoqdimi, gandon? Xo'p, bolangni, mana shu tug'ilgan bolangni Alloh berdi, to'g'rimi? Birovni qotog'i emas-da, birovni spermasi emas, birovni qotog'i emas. Yo'q, senga Alloh berdi. Qarshi Alloh sikkan seni qizingni, seni xotiningni Alloh sikkan. O'shandan Allohdan qarshi dahoyo bola bo'lib ketdi. Qani maytaplar, pidaras? Sen o'zing aytolsan-ku, maytaplar yetishmaydi. Qatdan yetishadi, pidaras. Qatdan davlat qatdan ulguradi maytaplarni qurishga. Sen kuniga bilat mingta bola tug'ib borasan. Qatdan ulguradi davlat. Allohingga skay. Ko'tingni ishlat, pidir bilat. Seni miya yo'q boshingda. Seni miya ko'tingda, pidir Farg'onali, chimo. Nima edi oting? Yo'lchiboyman u. Yo'lchi, короче. Gandon yo'lchi. Miyangni ishlat ko'tingdagi pidir bilat. Qatdan maytap yetadi, agar bola tug'ib olsa, oyiga 100 minglab tug'ib olsa bolalarni qatdan maytap yetadi. Qatdan bolnitsalar yetadi bunga, gandon. Qatdan bularga maktablar yetadi, maktablar qatdan yetadi. Bog'chalar qatdan yetadi bunga, gandon. Keyin bo'lsa bularni ish joyini topish kerak, ish qatdan yetadi bunga. Gandon, shuncha aholiga benzin ham yetmaydi, svet ham yetmaydi. Mana bu ekonomikani o'sishi ham yetmaydi. Ana o'shancha hozir O'zbekistonda bir necha yildan keyin konkretni o'ysizlik boshlanadi. O'y yetmaydi, odamlar ko'chada qoladi. Bu 100% turgan gap. Yoshlikdan o'ladi o'sha gandon o'sha. Pidaras. Ajab bo'lsin senda gandonskiy millatga pidaras. Allohingga siskaysan gandon tvar bilan. Ko'zini ochishga o'rniga ko'zingni och pidaras. Azgina miyangdan, ko'tingdan o'yla, azgina bo'lsan pidaras. Qotgan ishingga chimo yo'q buni. Lattangizki, namozingizki san pidaraslarni bilan. Ro'zangizki, Muhammedingizki, Allohingizki san chimolarni bilan. Bu rasm ham saniki, Yo'lchiboy. Shuni qo'ygansiz. Nima demoqchisan bu rasmdan? Davlat odamlarning tilini qisib qo'yapti, gapirishga bermoqda demoqchisan, to'g'ri? To'g'ri qotdi davlat, to'g'ri qotdi. Sandaka gandonlarga emas gapirish, bildingmi? Demokratiya bo'yicha gapirish demokratlar uchun, bilasan? Shuni bilib olgan Yo'lchiboy, demokratlar uchun. Demokratiyada toleransiya degan narsa bor, bilasan? Masalan, qiz bola ko'chada shortikda ketyapti, mini yubkada ketyapti, uning ishi. Bilganini qiladi, bilasanmi? Lekin sandaka gandonlar aytaman-ku, butun o'zini vodiysini san gandonlar shariy islomiy qilib tashlab, o'zinglar qochyapsizlar o'sha shariy islomiy o'sha vodiylaringlardan o'zlari qochib, o'zlaringlar sanlar qochyapsizlar, san gandonlar. Allohingga siskaysan pidaraslarni bil. Yana bir marta aytaman. Erkin so'zligi demokratlar uchun, sandaki pidaraslarga emas. Davlat to'g'ri qotdi, bildingmi? G'irin dedingmi, sandakalarni 15 yilga turmaga o'tirish kerak, bildingmi? Bitta so'z gapirmaysan, san chimo, bildingmi?